Bu voqea mening hayotimda bo'lmagan. Bir do'stim so'zlab bergan. U 32 yoshda va ismi Max. Max qonunga rioya qiladiganlardan. Bu voqea Max ishdan qaytayotganda bo'lgan. Muammo bo'lganda hech kimga qo'ng'iroq qila olmaslik sababi bir hafta oldin telefonni yo'qotgan edi. Soat kechki 11 atrofida. Ishni tugatib bekat tomon yo'l oldi. Borganda bekatda odamlar oz edi va birozdan so'ng mikroavtobus yaqinlashganini ko'rdi. Mikroavtobus odatda taksiga qaraganda arzonroq bo'ladi va u ham shu kuni charchagan edi. Shu sabab mikroavtobusga minishga qaror qildi. Avtobusga o'tirganda haydovchi yonida yosh bola o'tirgan edi. Ya'ni yo'l kira yig'ish uchun. Keyin yana 2 yosh yigit oldingi o'rindiqda o'tirdi. Birozdan so'ng haligi yosh bola ikkisiga kola ichasizmi deb so'radi. Ular rozi bo'lishdi va icha boshladi. Yana ular Maxga ham ichishni aytdi. Max chanqab turgani sabab rad etmadi va bir qultum ichib qo'ydi. Ko'p o'tmay Max o'zini yomon seza boshladi. Boshini o'rindiqqa qo'ygancha juda qattiq uyqusi kelardi. Shu paytda ikki bolaning allaqachon uxlab qolganini payqadi. Keyin yonida qandaydir bir shovqinni eshita boshladi. Noma'lum ikki yigit boshqa tilda gaplashayotgandi. Avtobusning Crest Chicken Farm yozilgan banner yonidan o'tayotganini ko'rdi va nihoyat hushidan ketdi. O'ziga kelganda noma'lum omborxonaga o'xshagan xonada edi. Katta stol ustida qandaydir bir asboblarni ko'rdi. U polda yotgandi, yonida esa 2 yosh yigitlar. O'zini og'ir his qilsa-da, turishga kuch topa oldi va qochishga yo'l qidira boshladi. 2 yigitning hali ham o'zida emasligini ko'rdi va uyg'otishga harakat qildi. Lekin qo'lidan kelmadi. Max hech bo'lmasa o'zi bilan bittasini olib ketishga harakat qildi. O'zi ham juda charchagan holda bo'lgani uchun yordam bera olmasligini bildi. Tashqaridan shovqin eshitildi. Asta eshikdan qaradi. Katta uy tarafdan 3 ta odam Max tomon kelayotgandi. Max qo'rqib ketdi va boshqa chiqish yo'lini izlay boshladi. Shoshilinch izlardi va nihoyat orqa tarafdan kichik yo'lni topdi. Qo'ldan kelgancha tezda qochishga harakat qildi. Shu paytda uning ko'zlari yaxshi ko'rmayotgan edi. Shunga qaramay chiqish eshigini bir amallab topdi. Odamlarning baqirgan ovozini eshitdi. E'tibor bermasdan yugurishda davom etdi. Nihoyat uyga keldi. Tongi soat 5 atrofida edi. Xotini tun bo'yi uni kutib uxlamagandi. Maxni ko'rgan zahoti yugurib chiqdi. O'rniga borib uxlab qoldi. Uyg'onganda deyarli kun davomida uxlagandi. Xotiniga o'sha tunda bo'lgan voqeani aytib bermoqchi bo'lganda 2 yosh yigitning o'sha yerda qolgani yodiga tushdi. Tezda politsiyaga xabar berdi. Crest Chicken Farm nomli joy va esda qolgan narsalarni aytib berdi. 2 haftadan so'ng politsiyadan xabar keldi. Ma'lum bo'lishicha, yosh yigitlarning murdasi ko'l bo'yida topilgan va bir qancha organlari kesib olingan. Max qo'rquvdan qotib qoldi. Bu voqea unga juda qattiq ta'sir qildi. Bir qancha vaqt ishga bormay qo'ydi.